Avval xabar berganimizdek, Samarqanddagi Imom Buxoriy innovatsion muzeyida Imom Buxoriy haqida 8 ta film ishlanishi ko'zda tutilgan edi. Ayni paytda ushbu filmlarning tasvirga olish jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Suratga olish ishlari Turkiya hamda O'zbekiston hududida bo'lib o'tdi. Filmda Imom Buxoriyning 3, 5, 10, 16, 18, 23, 30, 40 hamda 60 yoshdagi qiyofalarini ko'rishimiz mumkin. Avvaliga film ssenariysi, aktyorlar hamda liboslar ishchi guruh tomonidan tasdiqlanib, uning tasvirga olish jarayonlariga start berilgan edi. Turkiyaning Outdoor Factory kompaniyasi vakillari tasvirga olish jarayonlaridan maxsus kadrlarni namoyish qildi. O'tda ham artefaktlar, o'tda ham qo'lyozmalar, hamma va albatta videoroliklar bo'ladi. Imom Buxoriyni shu hayotiga bag'ishlangan videoroliklar, albatta yozma manbalarda o'sha yozib qoldirilgan mutaxassislar tomonidan ssenariylar yozilayotganda turk hamkorlar bilan o'zbek kino ijodkorlari maslahati bilan bu videoroliklar yaqinda suratga olinib tugatildi va hozir montaj ishlari ketyapti. U kichkina 3-5 minutlik mana onasini tushi, agarda bilsangiz Imom Buxoriy yoshligida ko'zi ojiz bo'lib qoladi da va u onasi Xudoga iltijo qilib har kuni so'raganda ekan uni ko'rish qobiliyati yana qaytadi va u yoshlikdanoq ko'plab shu hadislarni yod bilgan, Qur'on suralarini yod bilgan. Mana shular haqida uni butun umr davomida shu hadislarni to'plab, uni hayoti haqida 8 ta undan ko'p videoroliklar suratga olindi. Mana shular hozir montaj ishlari ketyapti. Tabiiyki, ko'pchilikni qiziqtirgan savol: Imom Buxoriy obrazini o'zbek aktyori gavdalantirdimi? O'zbek aktyorlar lekin mashhur qiyofalardan emas. Albatta iste'dodli, o'sha tasdiqlangan surat Badiiy akademiya tomonidan mana Islom tillasi markazi bir nechta allomalarimizni suratlarini biz ko'rdik, oldik va shulardan foydalanib o'sha tanlangan aktyor, bir aktyor bir nechta yoshda Imom Buxoriyni rolida o'sha ijro etib, tasvirda suratga tushdi. O'zbek aktyorlari ishtirok etdi. O'sha chet ellik aktyorlar ham umumiy planlarda jalb qilindi. Turkiyalik ijodkorlar Imom Buxoriy dunyo islom olamida alohida o'rin tutgan shaxs ekanligini his qilgan holda bor mahorati va jon jahdi bilan ishlashga tayyor ekanligini bildirib o'tdi.